Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining jo'nalish kelishigi mavzusini mustahkamlaymiz. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yanada qiziqarli darslar bor. Rasmlarni diqqat bilan kuzating. Ularga jo'nalish kelishigining qo'shimchalaridan mosini qo'yib yozing. 48-mashqda 4 ta topishmoq berilgan. Ularning javobini topishga harakat qiling. O'zi pillaga o'xshar, ichi tillaga o'xshar. Xo'sh, topingchi. Albatta, topishmog'imizning javobi yer yong'oq. Ikkinchi topishmog'imiz shakli o'xshar o'roqqa, doim tutar so'roqqa. O'ylab ko'ramiz topishmog'imizning javobini. Albatta, bu so'roq belgisi. Uchinchi topishmog'imiz iyagi yerga qaragan, soqoli osmonga qaragan. Bir o'ylab ko'ringchi, nima bo'lishi mumkin? Albatta, bu sabzi. To'rtinchi topishmog'imiz 4 yonida 4 ta oy, boshimga berar chiroy. O'ylab ko'ring. Albatta, topishmog'imizning javobi do'ppi. Endi mana shu topishmoqlarimizni daftaringizga tartib bilan ko'chirib yozing. Jo'nalish kelishigidagi otlarning tagiga chizing. Aziz o'quvchilar, jo'nalish kelishigidagi otlar gapda qaysi bo'lak vazifasida keladi? Topishmoqlardagi jo'nalish kelishigidagi otlarni to'g'ri topganingizni tekshirib oling. Demak, pillaga, tillaga, o'roqqa, so'roqqa, yerga, osmonga hamda boshimga so'zlarida jo'nalish kelishigining qo'shimchalari qatnashgan. Ularning tagiga to'lqinli chiziq chizamiz. Sababi ular gapda ikkinchi darajali bo'lak vazifasini bajaradi. 49-mashq. Berilgan fe'llarga mos ot tanlab, so'z birikmalari tuzing va yozing. Demak, chap tomonda keltirdi, o'ng tomonda esa tarqatdi fe'llari berilgan. Bo'sh o'rinlarga esa jo'nalish kelishigidagi otlardan mosni qo'yib, so'z birikma tarzida tuzib yozishingiz kerak. Masalan, do'konga keltirdi, maktabga keltirdi, uyga keltirdi, Nigoraga keltirdi, ukamga keltirdi deb jo'nalish kelishigidagi otlarni yozib chiqishimiz mumkin. Endi tarqatdi fe'liga mos jo'nalish kelishigidagi otlarni topib yozishimiz kerak. Masalan, do'konga tarqatdi, bozorga tarqatdi, bog'chaga tarqatdi, mahallaga tarqatdi deya so'z birikmalarini tuzib yozishimiz mumkin. Aziz o'quvchilar, siz ham mustaqil ravishda so'z birikmalarini tuzib daftaringizga husnixat asosida yozib chiqing. Unutmang, jo'nalish kelishigining qo'shimchasi otni fe'l so'z turkumiga bog'laydi. 50-mashqda jadval berilgan. Siz mana shu jadvalni to'ldirishingiz kerak. Birinchi gap: Asal bugun buvisinikiga bordi. Demak, e'tibor bering, 3-ustunda jo'nalish kelishigining qo'shimchasini olgan ot qatnashishi kerak ekan. Endi o'zimiz gap tuzib ko'ramiz. Zilola kecha maktabga kelmadi. Endi 3-qatorimiz uchun gap tuzib ko'ramiz. Umidjon telefonini ustaga ko'rsatdi va hokazo. Siz ham mana shu kabi gaplar tuzib daftaringizga yozing. 50-mashqdagi jadvalni taxminan quyidagicha to'ldirib yozish mumkin. Birinchi gap tayyor. Asal bugun buvisinikiga bordi. Bu yerda jo'nalish kelishigining qo'shimchasini olgan ot buvisinikiga. Ushbu so'zga ga qo'shimchasi qo'shilgan. Ikkinchi gap: Shahnoza kecha maktabga kelmadi. Maktabga so'zida ga qo'shimchasi ishtirok etgan.
Uchinchi gap. Nozimjon telefonini ustaga ko'rsatdi. Ustaga ga qo'shimchasi qo'shilgan. Navbatdagi gap. Bolalar osmondagi kamalakka boqdilar. Demak, kamalakka so'zida ka jo'nalish kelishigining qo'shimchasi qo'shilgan. Davron sabzavotlarni chelakka soldi. Bu gapimizda ham ka qo'shimchasi qo'shilgan. Bolalar qiziqib kiyikka qaradilar. Mana shu gapimizda ham ka jo'nalish kelishigining qo'shimchasi qo'shilgan. Keyingi gap. Katta baliq qarmoqqa ilindi. Qarmoqqa so'zida qa qo'shimchasi qo'shilgan. Sayohatchi shoshib qayiqqa o'tirdi. Qayiqqa so'zida jo'nalish kelishigining qo'shimchasi qa qo'shilgan. So'nggi gap. Akmal kunduzi qishloqqa ketdi. Qishloqqa so'zida jo'nalish kelishigining qo'shimchasi qa ishtirok etgan. Siz ham taxminan mana shunday gaplar tuzib yozishingiz mumkin edi. O'tgan darsimizdagi qoidalarni esga tushiramiz. Demak, agar jo'nalish kelishigidagi ot q harfi bilan tugasa, qa qo'shimchasi, k harfi bilan tugasa, ka qo'shimchasi, qolgan barcha harflarga ga qo'shimchasi qo'shib yoziladi. Ushbu jadval asosida yozgan gaplaringizni sinfdoshlaringizga o'qib bering. Bugungi uyga vazifa 51-mashq. O'qing. Berilgan otlarga jo'nalish kelishigining qo'shimchasini mosini qo'yib, so'zlarni ko'chirib yozing. Shundan so'ng shu so'zlardan qatnashtirib 3 ta gap tuzib yozing. Gaplaringizdagi jo'nalish kelishigidagi otlarning tagiga tegishlicha chiziq chizing. Uyga vazifani to'g'ri bajarganligingizni tekshiring. Demak, berilgan otlarga qishloqqa, bug'ga, butoqqa, toshloqqa, maqsadga, qavatga, savatga, matoga, bayroqqa, ko'ylakka, buzoqqa, qo'zichoqqa, qo'shniga, saroyga jo'nalish kelishigining qo'shimchalarini qo'shib yozish kerak edi. Endi ular ishtirokida ixtiyoriy 3 ta so'zga 3 ta gap tuzib yozish kerak. Masalan, tikuvchi ko'ylakka tugmalar qadadi. Karimjon 2-qavatga ko'tarildi. 3-chi gap. Muvaffaqiyatga yetishish uchun aniq maqsadga ega bo'lish kerak. Siz ham bir-biridan ajoyib bo'lgan gaplar tuza olishingizga ishonaman. Bugungi darsimiz sizga manfaatli va foydali bo'ldi degan umiddaman. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha sog'-omon bo'ling, darslaringizni mustaqil bajarishga harakat qiling.